qizlar bilan hech chiqisholmayman. Meni qabul qilishmayapti. Birovni bolasi baribir birovni bolasi ekan. Qancha mehr berishga harakat qildim, ko'nglini olishga harakat qildim. To'g'ri. Bir nima desam, yuzimga qarab sapchib turishibdi. O'rtada erimga ham juda qiyin bo'ldi. Ikki o't orasida qoldilar. Qiyin bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi. Chunki ancha esini tanigan, onasini tanigan, onasini fe'l-atvorini biladi-da. Qizlar, sen onasini xarakterini yaxshilab surishtir. Ering aytib bersam, nima qilardi? Qizlarga nima qilsa yoqardi? Ana shu ishlarni qaytarib ko'r. Balki onasini qilgan ishlarini qaytarsang, qizlar balkim o'zgarar. Yo'q, xola. Ular o'zgaradigan qizlar emas.